Sizga birinchi savol. Orzularingiz qanaqa? Niyatlaringiz, maqsadlaringiz haqida gapiring. Orzuli yaxshi mashina sotib olish, yaxshi uy olish, o'zimni shaxsiy biznesimni boshlash. Xullas ko'p pul topish. Hozirgi ishlayotgan ishingizda qancha pul olasiz? 3 million so'm. Tabiiyki 3 million so'm siz aytayotgan narsalarni olishga hech qaysi biriga yetmaydi. Siz o'zingiz orzularingizga erishish uchun har kuni nima qilyapsiz? Nima harakat qilyapsiz? Nimani evaziga o'zingiz orzularingizga erishmoqchisiz? Kun davomida asosiy vaqtingizni nimalarga sarflaysiz? Ishdan tashqari bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan bandsiz? Ishdan charchab kelaman. Ozgina internetda o'tiraman. TikTok, Instagram, Reels ko'raman. Og'aylarim bilan gaplashaman. Dam olaman. Kun tez o'tib ketyapti-da. Demak, siz kuniga kamida 2-3 soat vaqtingizni shunchaki telefonga tikilib sarf qilasiz. Boya aytgan orzularingiz va shaxsiy biznesingiz uchun kuniga aqalli 30 daqiqa vaqt ajratyapsizmi? To'g'risi oxirgi paytlarda umuman vaqt bo'lmayapti. Sal sharoit bo'lsa keyinroq boshlamoqchiman. Siz hozirgi bilimingiz bilan oyiga 3 million so'm topyapsiz. Bilimingizni oshirmasdan turib, qanaqasiga oyiga 30 million so'm daromad topmoqchisiz? Siz yokida shunchaki mo'jiza kutib yashayapsizmi? Atrofingizdagi eng yaqin 5 ta do'stingiz haqida gapiring. Ular nima bilan band? Ular bilan ko'rishganingizda nimalar haqida gaplashasizlar? Yaxshi bolalar, birga o'sganmiz. Ko'chada asosan futbol haqida, mashina haqida, qizlar haqida gaplashamiz. Prosta gaplashib o'tiramiz. Ularning orasida siz intilayotgan maqsadlarga erishgan yokida o'z ustida ishlayotgan birortasi bormi? Yo'q, hammamiz bir xilmiz. Bir xil qatlamdan oddiy bolalarmiz. Miyangizda birorta biznes g'oya yoki reja bormi? Bo'lsa, uni boshlashga nima xalaqit qilyapti? Endi g'oyalar ko'p, reja qilganman, lekin hozir zamon qiyin, raqobat juda kuchli. Adashib qolishdan yoki boridan ham ayrilib qolishdan, kasod bo'lishdan qo'rqaman. Sharoit bo'lishini kutyapman-da. Sizni qo'rqitayotgan narsa muvaffaqiyatsizlikmi yoki shunchaki dangasalik va javobgarlikdan qochishmi? Qachongacha ideal sharoitni kutmoqchisiz? Katta maqsadlarga erishish uchun katta energiya va sog'liq kerak. Kun tartibingiz, ovqatlanishingiz va jismoniy holatingiz qanaqa? To'g'risi tartibsiz. Kechasi kech uxlayman. Ertalab zo'rg'a uyg'onaman. Doim charchoq hissi bor. Sportga umuman vaqtim yo'q. Bundan 5 yil oldin o'zingizni eslang. O'shanda o'zingizga qanaqa maqsadlar qo'ygandingiz va hozir qanchasiga erishdingiz? O'shanda ham mana narsalarni orzu qilganman. Lekin yillar qanaqa qilib o'tib ketganini bilmay qoldim to'g'risi. Deformatsiya bo'ldimi? O'zgarish deyarli yo'q. Keyingi 5 yildan nimani kutyapsiz? Yana shu joyda o'tirasizmi? Bilmadim. To'g'risi bilmadim. Ota-onangiz yoki oilangiz sizdan nimalarni kutishyapti? Ularni qaysi orzularini amalga oshirib berdingiz? Ular menga tinch bo'lsang bo'ldi bolam deyishadi. Sog' salomat bo'lsang bo'ldi deyishadi.
hali ularni xursand qiladigan bir katta ish qilganim yo'q. Nasib qilsa, pullarim ko'payib ketsa, ularni haj safarlariga yuboraman deb niyat qilganman. Nasib qilsa degan so'zni orqasiga bekinib mas'uliyatni kelajagiga yuklab qo'yish oson, lekin vaqt o'tyapti. Ular bo'lsa qarashyapti. Siz bo'lsa hali ham 3 million so'm oylik bilan yashayapsiz. Ularning umri sizni qachonlardir boy bo'lib ketishingizni kutishga yetarmikan? Sizni fikringizcha shu paytgacha maqsadlaringizga erisha olmayotganingizga, bugungi ahvolingizga kim yoki nima aybdor? Davlatmi, sharoitmi, ota-onangiz boy bo'lmaganligimi? Sharoit shunaqa bo'ldi-da. Tanish bilish bo'lsa yoki boshlang'ich kapital bo'lganda boshqacha bo'lardi. Hamma narsa baribir borib pulga taqalyapti-ku. Demak, ayb hammada bor, faqat sizda yo'q, shunaqami? O'z hayotingiz uchun mas'uliyatni o'z bo'yningizga olishga qachon mardligingiz yetadi? Mana hamma savolga ochiq va achchiq javob berdingiz. Endi aytingchi, ushbu intervyu tugagandan keyin eshikdan chiqib birinchi bo'lib nima qilasiz? Yana telefonga tikilasizmi yoki hayotingizni o'zgartirishni boshlaysizmi? Men hozirdan boshlashim kerak. Boshqa bunaqa yashashga chidolmayman. Hozirdan boshlashim kerak. Tanlov o'z qo'lingizda. Izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Boshqalarga ham tarqatib qo'ying. Manfaatli bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.